Bitta narsani tan olish kerak, o'zbeklar bittadan like bosgani qo'llari og'riydi. Hech kim bu o'yinini ko'ra olmaydi. Bilmadim, lekin yoki ko'ra oladigan va haddi qiladigan insonlar hali ham qolganmi? Uchun yaxshi o'ynab video qo'ysak, videolarimiz uchmaydi. Gap videoni uchishda emas, bolalar, O'zbekistonda shunaqa igroklar borki, uncha-munchasini oyog'ini titrataveradi, lekin rek uchmaydi. Nima uchun bunday gapirib chiqyapsiz deganlar uchun bolalar, menga xalqda e'tiborini berib qo'ygan. Allohim, men shu narsalarda hozir xalqqa olib chiqmaydigan bo'lsam, keyin hech kim olib chiqmaydi, hech kim beparvo bo'ladi. Bo'ldi, yangi chiqayotgan content makerlarda bitta dona xayolida narsa bor. Hype qilsam, menga aktiv keladi, pizdes bo'lib ketaman deb o'ylaydi. Hozir shu videoim ham rekka chiqmaydi, chunki xalqqa haqiqatni gapirgan odam ham kerak emas hozirgi zamonda.